Bugungi videoda biz fermer 5-qismni chiqazamiz. Короче, bugun men Merliga borib kelishim kerak. Merliga bormasam bo'lmaydi. Ya'ni 5 ta tuxum bor ekan, menga pul kerak uchun tuxumlarni sotib olaman. Unda davay unda tuxumlarni sotib, keyin boramiz. Hozir birinchi Merliga boraylik, nimalar bo'lyapti ekan. Xo'sh, birinchi Merliga borsak, assalomu alaykum. Yangi ko'chib keldingizmi deyman? Ha, yangi ko'chib keldim. Bo'pti. Yangi ko'chib kelishibdi. Mer, assalomu alaykum mer. Va alaykum assalom, qalaysan? Yaxshi, tuxum olib keldim, qo'yib qo'yaymi? Ha, bo'pti. Xo'sh, mayli. Aka, ismingiz nima? Ozodbek. Bo'pti. Yangi uy oldingizmi? To'xtab turing. Mer, yangi odam ko'chib kelibdi. Bu yerda menimcha hech kim yo'q bo'lsa kerak. Hech narsasi ham yo'q ekan, uyi ham yo'q, menimcha turibdi. Yaxshi bola ekan. Oldingi qishlog'idan haydalgan ekan. Oldingi qishlog'ida hech kim yo'q bo'lib o'lib ketgani uchun bu qishloqqa keldi. Sen bilan do'st bo'lgisi kelyapti. Men seni rosa maqtadim-da. Xo'p, mayli. Birodar, Ha, yuring, men bilan yuramiz, короче. bo'pti. Uyingiz bormi sizni? Yo'q. Aha, bo'pti, yuring. Как раз menda uyim 2 ta edi, lekin bittasini omborxona qilganman. Ну, mayli, ketdik, yuring, brat. Bugun o'zi ishga borishim kerak edi, как раз qarshi olasiz-a? Ha, bo'pti. Mayli, ketdik. Men aytdim, men tovuqlarim bor, tuxum tug'adi bular. Ko'ryapsizmi? Bu meni omborxonam. Mana omborxonam kuchugim bor bu yerda. Mana men bu yerda mollarim bor. Mana yerda bu chiqindi qutisi. Ey brat, bu chiqindi qutisi. Eshikni qulflab qo'y omborxonakini. Qulfladim. Bo'lib yaxshi. Yapma. Bu yer meni uyim, tepasi ham bor. Podvalda yangi uy qurishimiz kerak, podvalni ham. Mayli. Bugun hozir o'tirib turingda, men o'zim ishlab kelaman. To'xtang, yuring, bitta joyga borib kelaylik. Ketdik. Men keldim. Mayli. 64. Demak, bularni 10, 20 bo'ladi, 30 bo'ladi, 40 bo'ladi. Ya'ni bular 4 ta olib qolaman. Bo'ldi, 16 ta o'zimga oldim. Chunki u aytdi 30 ta edi. Bu yerda men ishlayman, agar sizlar ishlashingiz mumkin. Men pulim olyapman. Qarab qo'ying. Короче, 4 ta 5 ta 40 ta olishim kerakmi? 40 ta olishim kerak. Ana o'ziga 2 ta 3 ta lapatka oling-da. Qum qaziymiz hozir. Lapatka oldim. Yuring. Olmaslaymi? Farqi yo'q, yuring. U naridan qum qazib, bu yerga sotamiz-da. Bo'pti. Keyin esa shu yerdan bizneslarni qilib yuramiz. Men yerda men qilganman, yana kimdir qilibdi deb o'tirgan bo'ptimi? Yuring, bu nariyoqqa boraylik. Suzishimizga to'g'ri keldi. Mayli, bularni qo'yib bo'lgandan keyin bularni sotamiz-da, keyin bitta joyga borib kelishimiz kerak. Ya'ni mollarga yem beramiz, keyin esa molni bittasini so'yishimiz kerak. Chunki molim ko'payib ketdi. Shuning uchun so'yib yuboraman bittasini. Yer qazimang, faqat qum qazing. Oy.
Yana bormi lapatingiz? Bo'pti, hozir qumni olib borib sandiqqa solib turing, men ham boraman hozir. Qayerdagi sandiqcha? Ana yuring orqamdan. Ancha pul bo'ladi shekilli, bu brat menga qarashdi, lekin men unchalik ish qilgim kelmayapti. Chunki pulim ham normallicha ko'payib qoldi. Bunga men bir oy o'zim qilaman. yo'q, yuring. Mayli. Bu sandiqqa solib qo'ying. Soling. Kechqurun ham tushyapti. Bu degani yomon. Soling hammasini. Oho, ancha ko'payibdi-ku. No, hozir 10 ya'ni 3tasi 30 ta bo'ladimi? 30 ta olmos olamiz. Bo'ldi. Ketdik endi, brat. Ha, ketyapman. Uyga kiraylik. Ha, mayli. Men divan topib kelaman unda. Jon ursin, hayotda ham yomg'ir yog'yapti, bu yerda ham yomg'ir yog'masa bo'ldi. Yulduzlarni qaranglar. Divan topaman. Ne bo'pti? Ulardan normal boqdim dedi. Men ham normal. Yaxshi. Ana unda bu kimniki ekan? Desam yo'q, qarama qarshi turibdi bunga. Xo'sh, brat. To'g'rimi? Endi bo'ldi, brat. Endi necha minut yotdi? Ishimni qila qolaman. Nima qilyapti bu brat? Uxlayapti. Mayli. Aka, Ha, uxlab bo'ldingizmi? bo'ldi. Men ishlayapman, yana agar pasta bo'laman podvalda. Podval bor. Oldingi qishloqda turgansiz, shahardami? Shaharda. Zo'rmi? Nima qilamiz endi? Bo'laveringlar. Короче, ketdik unda. Bitta nima deydi? Tovuq yeymizmi? Короче, nima qilamiz hozir, bilasizmi? Basen quramiz-da, basenni sotaveramiz. Bu yerdan hech qaysi bir yuring, pullarni qo'yib kelaylik. Pullar kerakmi, to'g'rimi? Ara shuncha pul bo'lib ketdi. Men pul yig'yapman. Hozir bularni olaman-da, sandiqqa yashiraman, boshqa sandiq olib. Xo'pmi? Hozir sandiqqa yashirgandan ikkalamiz birgalikda yo'q, mana bu nimaga soldim, agar pul kerak bo'lsa shu yerdan olaverasiz, brat. Xo'pmi? O'rniga ishlab turavering. Ish kerakda menga. Ish kerak, pul topish uchunmi?
Ishni nima qilasiz? Men o'zim ishlab pul topib kelaman sizga. Qaysi mani ukam bo'lasan, bo'ptimi? Uka. Men bilan ishni quflaylik, ketdik. To'xta. Chiroqni o'chish kerak. Birlikte stop bering. Ish? Mezar. Merda ish yo'q. Bor. Ha. Faqat yomon tarafi ham bor-da. Katta bo'ladi. Короче, bitta men bu yerdan bitta basseyn quraman. Men basseyn qurish kerak edi. Как раз mer aytgan menga. Keyin pulni beraverishadi, bo'ptimi? Men uyda bo'laman. Ya'ni anaqa mollarga yem berishim kerak. Esa mazza qilib yana bitta mol yetadi. Bo'ldi. Qanday bolalar ham yaxshi bo'ldi. To'g'ri degandim. Yo'q, hali emas. Nima qilyapti? Yaxshi. Kichkina emasmi bu basseyn? Fotograflashni. Mayli qilavering. Rasmga bo'ladi. Bo'ladi. Mayli bolalar, endi esa videoni o'chiraman va men ukam bilan uxlashim kerak, to'g'rimi? Xo'p, xayr.